Hayotning ma'nosi biz izlayotgan narsalar bo'lmasdan, balki biz yaratayotgan narsalardir. İnsanning ichki energiyasi sirtqi muhitdagi har qanday bir kuchni besib tushadi. Bu haqiqat deb qarasangiz, soatingizga qarang. Vaqt ozda qoldi. Bugun tezroq mangmasak, erta cho'qim yugurishga majbur bo'lamiz. Mashina yiqilg'usini tejay desangiz, mashina motorini asray desangiz, Zafar energiya tejash batareyasini ishlating. Dada, Ha? o qaytib ketdi. Nima? O qaytib ketdi. Qaytib ketdimi? Qachon qaytib ketdi? Hozir neydi ki o? Kagini birer saat oğa o'xshadi. Bir aqina apirib qo'yib, bir mehmonxona o'rinlashtirib, endi menga xabar qildi. O mehmonxona bilamizsa? Ha, taksi chaqirgan hozir o'yin oldiga ketdi. Biz ikimiz birga yurib taksi ichimga. Ko'rishib kelamdik ya. Dada, sen shu cho'nglab qolgandan keyin ortiq yo'lmansan ki. Men berib ko'rishib, biroq kayfiyatga qarab, sen ma'qulsan, uyga boshlab kelsan, bularni degan. Yani mayli. Berib kelsam berib kel. Doğru bir narsalar uni edi. Kurashgan vaqtida hayajini olib besib olsa. Sen hayajini olib basamla yashaydi desam qo'zg'alib qolsa o'chadi. Chatoq chiqadi. Eng yaxshi hayajini olib qo'zg'alib. Bulabdi berib ko'rishib, amal va kaydo'g'iz ilib kel. Rahmat dada. Ben berib kelaman. Assalomu alaykum. Qanday arkadaş? Chiqma, yaxshi turdingmi? Yaxshi arkadaş. Belki uzunlu çıktın mı? Shu adash bir saqalini eli chiqdi. Dadam chiqarmasin deb yuragim suv ketini qilma. Qanday arkadaşlar yaxshi turibdimi? Yaxshi ki adaş. Bular adash tigri edira. Ben baldıra qapirib qo'y. Adaş, men apırıp koyma. Lekin sana toplaydig'ini ham yuragimning dadi badam. Kurashganiga hayajonlanib ketma. O'zing asirg'i. Meyli adash, onun ular ko'rishib nima bo'lsa meyli. Nima ulab ketsa meyli. Men necha yil ulab ketdim shu kunni kutgani. Tigri geydigan adash.
Herkesini bu altın küre tulumu ümitsizlendi. Sen hiyalan hayatım arkadaş kalıdı da beni istaşlık kılan ki de adamsa. Nırvan öyle bir güzel de derhal yukarı. Biz kişilimizden her kanda kıyınçılık yoluksak mı? Her kanda müşkülat yoluksak mı? Lekin öz arzuyumuz, öz gayemizden herkes vazgeçmeyemiz. Mengü mihrimanetli kırımdaşlardan bulumuz dep hey! Sen davatka o mihrimanetli kırımdaşın al. Ma'quldi. Xotirjam. Onun ahir o'zim bir ko'rishib bersam bo'ldi endi. Bulan qandaroq qildi? Qanday turishimda sening dilkari. Meni sen bilan deyishgidek gapim yo'q. Unda qilmoq kerak. Meni sen bilan deyishgidek gapim yo'q. Qulamni qo'yapman. Unda qilmasa O'z xotir qilganni ber. sen nima bo'lmasa mening bolam Meni setir qadam yo'q. Anladingmi? Meni setir qadam yo'q. Yunus
Bu yerden şey geldi arkadaşım. Adaş hech kimning oldida akam izlab qolsa, hozir qilsa, mana hech kimlik qiladi. Kimlik yana operatsiya qildi. Operatsiyadan tijman chiqalamdi hamda. Maymes. Bugun qaytmoqchi ekansa, shunga akamni peşiga chidab netchamiz yaxshi gap qo'yib, endi qaytganda aytishim. Yok vaqtida aka. Bizdan o'tdan qarab, malchiga sanlar hammani katta tafsil tizimlab ashlar qilinglar. Buni do'stlar. Kaga xaridorlarga nihoyat yaxshi muomala qilinglar. Har xushchiroy bilan muomala qilsanglar xaridorlar bilan oldinglar. Buni do'stlar. Shu bo'yicha boshqarib turamiz haqida. Biz mengi kalbimiz, yurtimiz bir tutash qarindoshlarimiz. Sen rastlı operasiya qilamiz ki, shundoq yurak almashtirish operatsiyasi. Kimni yuragi soldi? Bilmayman. Lekin bir yaxshi niyatli odamni. U yuzda oshkorlashi xolimdi. Ağlasa adamın başkalarına yuragi solsa, yuzga faqat o'xshagan odam bor qilamiz-ku. Mana har qanday bir eski odamni yuragi solsin. Lekin hargiz sana o'xshash qalb yo'q odam bor qolmaydi. Qani aytaqinchi. Ishkimizdan o'tirib hech chiqanlar biz ziddiyatimiz nima qilmoq uchun to'g'ri o'shliq qilsa. Nima qilib biz uchun to'g'ri o'shliq qilsa. Bo'ldi, bu gapni deyishmaydi. Bugun men qaytib ketaman. Sen operatsiya qilgan vaqtida yana odamlarga bo'ldi. Men kechir. Sen qaytib ketgan taqdirda yerim turmaydiganligini bilaman. Bo'ldi, men qaytay. Meyli qanday ish yuz bersin, ichkimiz, qalbimiz, yuragimiz bir tutash qarindoshlar. Bu haqiqat menga o'zgarmaydi. Buni ismimiz chin to'tirinishi. Menga yaxshi yashashdi. Bo'ldi, men menga uzamasizlar. Hadi canım anlatalım. Mübarek olsun. Operasyon ne yapmak? Rahmat bolam, rahmat. Sen onu saf bolsan Rahmet, rahmet. Siz deganingizga kelasiz. Sizdan uzun bo'ldi. Rahmet. Sal turib yotoqqa tushgan bolangizni ko'rasangiz bo'ldi. Rahmat. Assalomualaikum. Aleyküm assalom. Qanday arkadaş? Yaxshi turdingmi? Yaxshi adash, qanday ishlar qanday yaxshi qaramda. Ha, ishlar xili yaxshi. Qanday adash, salom alaykumlar, sizga kelib chiqish yo'limi? Ha, adash. Salom alaykumlar, sizga kelib chiroylaringni o'ng'ishliq qopti adash. Ha, adash, mushukchilar ulab qoldik. Endi ish shu desak bo'lmadi. Xili yaxshi ulab qoldik arkadaş. Adash, bu qaytni inonlar salom alaykumlar, sizga kelganligim berib qo'yishimni topmagan. O'sha amonatni berib o'taylik kelishing adash. Rahmet adash, sağ ol, qutuma. Yo'q, mashinani yo'l bo'yida qo'yib qo'ygan, men qaytib turay.
Bo'ldi Alloh, ko'rishaveramiz. Ko'rishaveramiz. Ma'qul. Qirinchim, gerçi sen menden aran 10 minut burun tug'ilgan bo'lsangmi, sen yanni mening aka. Şuna men eng oldi bilan ilk kuni san qilgan qo'polligimdan kechirim so'rayman. Meni kechirgin aka. To'g'ri. Mening ilmi tunugimkideklar aniq esimda. Biz kichik vaqtimizda nihoyat aniq ichil, nihoyat baxtli o'tgandik. Ko'nglimizga nurg'ilgan arzu armonlarni, g'oyalarini tutgan edik. Maktabga o'qishimiz bak yaxshi edi. Agar turmushimiz shu bo'yicha davomlashgan bo'lsa, balkim bu chaqgacha o'z nishonimizga, arzu armonlarimizga yetgan bo'lardik. Afsus, tulum afsus. Dadamning yo'ldan chiqib uyini buzishi bilan bizning qabohatli kunlarimiz boshlandi. Ota-onamizning ajrashishi bilan ikkimizda bir kunda, bir soat tug'ilgan qo'shkizaklarmi ayrilib yashashga majbur bo'ldik. Sen bo'lsang uyga anna qulda yatqich qo'rlanding. Mening holim seninkidan xarob bo'ldi. Ular ajrashgandan keyin dadamning anam ikkimiz bilan zarli kari bo'lmadi. Bir kun och, bir kun to'q yurdik. Anam tul qalğaçqa kendinden nurg'ulgan gap so'z, g'ayva shikoyatlar chiqdi. Şuna biz bu şehirden ko'chib ketdik. Biz ko'chib ketgandan keyin anamning men uchun tortmagan jafosi qildim. Hatto erlar qildigan ig'ir jismoniy ishlarni qilib qurilish o'rinlarida ishladim. Lekin shuncha jafotasi va topqanlari turmush xarajatimizni qamday olmay, yana boshqalarga qarz bo'lib qoldi. Bu anamning nihoyat aqlli mehribon vaqtlari edi. Afsus, keyincha anam qarz qaydirish uchun amalsizlikdan topdan chiqib g'ashlarni qilib ko'chaga chiqib ketdi. Dastlabda uning topdan chiqishi butunlay men va turmushimiz qamdash uchun bo'lsa, keyincha bara-bara u bu yo'lni kuni qilib, bu patqoqqa cho'nqib ketib ketdi. Hatto men bilan kar bo'lmaydigan, mening oldimda boshqalar bilan hayosiz chaqchaqlashishga, kecha-kechalab uyga kirmay meni yolg'iz tashlab qo'ydigan, men faqatli ko'ngil bilmaydigan bo'lib oldi. Anammi o'zgardi. Anamdagi bu o'zgarishlarni ko'rib, anamga emas balki dadamga tishdan qilg'ich o'ch bo'lib ketdi. Chunki u bir erkak bo'lgandan keyin o'z oilasiga, xotin bolalarga mas'ul bo'lishi, past ko'ngilni kayni kirib oilamizni buzmasligi, bizni vayron ko'zga tashlab qo'ymasligi, seni uyga xotinlarning qurilishiga, meni boshqalarning bo'zaq qilishiga, dadasi yo'q, anasi buzuq deb mazoq qilishiga tashlab qo'ymaslik kerak edi. Şuna bu işlerimin hemmesiga butunlay shu sababchi. Canım aka, qaysi kuni sen meni qarko'ng bo'lib ketsan. Lekin men hargizmi bunday qarko'ng emas. Mening faqat va faqat dadamga cheksiz g'azab nafratim va o'chmanligim bor. Chunki u bizni bu dunyoga obred qildi. Lekin o'z qo'li bilan yana bizning hayotimizni nobud qildi. Shuna mening qalbim dadamga nisbatan o'chmanlikka va g'azab nafratga to'ldi. Lekin sana nisbatan qalbimda cheksiz bo'lgan qarindoshlik va hurmatim bor. Canım aka, sen nihoyatim aqlli bir odam. Garchi men sen bilan bir yer bo'lmasam-mu, seni qilgan yaxshilaringni, qo'lga keltirgan natijalaringning hammasini bilib turdim. Uningdan boshqa yana seni yurak izi bo'lib qolganingni, yurak almashtirmasa hayotimning oxirlashadiganligini burilib bilgan edim. Canım aka, mening bu xabarni olgandan keyin qanchalik azoblanganligimni bilamsan. Keyin qayta o'rganib san yuragimni berib seni hayotini saqlab qolishni o'yladim. Chunki sen nihoyatda qaltis bir odam. Sen cho'qim yashashing kerak, oila qurishing kerak. Biz irishamga ota-ona mehrini bolalarga berishing kerak. Men bo'lsam hayoti laysudagi to'g'ri keraksiz bir odam edim. Shuni men doktorlar bilan aloqalashib san yuragim taqdim qilganligimni, lekin bu ishlarni qat'iy oshkorlamaslikni yo'qoldi. Bilamsan, o'z hayotim orqali seni hayotini saqlab kelishi mening bu dunyodagi birdan-bir qilgan yaxshi ishim bo'lib hisoblanadi. Canım aka, oxirida yana saqlagan qo'polligimni yana bir qator kechirib so'rayman. Undan qolmagan bo'lsam, balkim meni san yuragim taqdim qilishimga qarshi turishim mumkin edi. Sen yaxshi yashagin aka. Biz mangu qalbimiz, yuragimiz bir tutash qarindoshlarimiz. Aman bo'lin. Lekin bo'lganda yaxshilab yurib esga olmoqchiman.
Neçen boğan remote bulurlar. Bu, sen biz remote bulsa. Anam deyişeceğim, dedem. Buzulup gelip, bizi kaynamay. Bölgün kaynamay, annemle çoğulap, remote bulap, dedem yaşayla.